20-qism Iffat seriali 24. Oktabr 2025 yil soat 19 da Mening yurtim kanalida namoyish etiladi. Bu qismda Kamron va Shirinning hayoti yangi burilishlar va sinovlarga duch keladi. Or, sadoqat va muhabbat sinovlari ularni yangi qiyinchiliklar va qarorlar oldida qoldiradi. Serialning ushbu qismida xarakterlar yanada chuqurroq ochiladi. Ularning ichki dunyosi, sevgisi va sadoqati tomoshabinga samimiy tarzda yetkaziladi. Har bir sahna his-tuyg'ularni jonli his qilishga yordam beradi va ularning orzu-istaklari bilan birga hayotiy qiyinchiliklarga qanday bardosh berishini ko'rsatadi. Iffatning bu qismi hikoyaning dramatik va emotsional jihatlarini mukammal aks ettiradi. Rejissyor va aktyorlar tomoshabinga tabiiy va hissiyotli sahnalarni taqdim etib, serialning sifati va qadrini oshiradi. Muhabbat, sadoqat va hayotiy tanlovlar haqidagi sahnalar tomoshabinni hayajon va intizorlik bilan ekranga mahkam bog'laydi. Ushbu seriya orqali Iffat yana bir bor sevgi va sadoqatning kuchini namoyish etadi. Har bir tomoshabinni qahramonlarning hayotiy qiyinchiliklari va muvaffaqiyatlarida ishtirok etishga chorlaydi.